Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Biz yana bugun hali 3 metrlik katayimiz yana bir zakas bo'lib qoladi, shuni yasadik. Yarmini kaptarga, yarmini qushga qilib bering dedi. Shuni izohlab o'tamiz hozir. Katayimiz uzunligi 3 metr, bo'yi 1.20, yoni 1.5 metr. Qo'llari ham baquvvat zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Qushlarga bir yo'l ichiga o'xshoqlarini ham qo'ydik. Shox, o'ni ginazni uyalari bir yo'lda qo'yib qo'ydik hamma yo'g'ini. Mana yonboshdan kichkina teshikcha ham qo'yganmiz, mana ochgani. Uni oshib. Burasi ochilib qo'l sig'adi mana. Katta eshik ham ochiladi. Bu yog'iga kapitalar qildik, uni gina kapitalar uyasiga mana qo'yib qo'ydik, yashiklarni qo'yib qo'ydik. Bir 6 juft kaptarga. Qo'naqlarni qo'ydik. Eshikni katta qilib qildik. Eshiklarni hozir qatirib qo'yganmiz, shu oshaman. Eshiklar yonboshdan katta ochilgan bo'lgan. Kimga kerak bo'lsa, qiziqsa yasab berilaveradi. 1.5 million so'm narxi. Xo'roz katayimiz bor. Har doimgidek. Mana bu yerda yana yakka katayimiz bor. Shular hozir bor. Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Toshfoz qishloq Shabboda 108 93 506 06 31 telefon raqamimiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xorijliklar, sizlar sal bo'shashyapsizlar, Rossiyachilar. Oldin joy ko'p yatay olib turarlar. Men Rossiyachilar bilan gaplashmadim unchalik. Sog' bo'linglar.